Andijonda sahr kasalini bir kunda tuzatib yuboryapti ekan degan mazmundagi videoga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. 5-6 chiqdi och qoringa. Ovqatlanganingizdan keyinchi, ovqatlaning opa dedim sizga, shu ovqatdan keyin ham 7-4 chiqdi. Ovqatdan keyin. Xursandsiz bu natijadan? Xursandman-da. Bizga o'xshagan bemorlar kelib shu yerda shifo topib kelsin deymiz har bitta odamga. Dushanba kuni operatsiya bo'lgan bo'lsam, 2-dekabr kuni, o'sha chorshanba kunga 5-8 chiqdi. Alhamdulillah operatsiyadan keyin, bir oydan keyin srezlar ham yo'q bo'ldi. Oyoqlarim nimadan chiqqandan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Operatsiyadan chiqib yaxshi. Hozir yo'q, uni qori uyushlar boshqalar yo'q. Kesiladi deyishuvdi. Doktorlar oyog'ida agar shu yurishda yurib ko'rsatmasang, davosi yo'q, o'tib ketibdi deyishgan. Alhamdulillah bu yerga keldi. Men operatsiya qildirdim. Yaxshi. Insulinlar ham ta'sir qilmay qoldi oxiri. Shu ukol sayamiz, tushadi, jinni ovqatlansa yana ko'tariladi, dorilar ichsak ham pasayib, qayta ko'tarilib, juda qiyinchilik bo'lib qoluvdi, muammo bo'layotgandi. Oyoq-qo'llar uyushib og'rirdi. Hozir mana 1 yildan o'tdi, sahrimni o'lchamayman ham, dori ham ichmayman, ukol ham qilmayman, Allohga shukr yashayman. eng muhimi haligi nimani xohlasak shuni yeyapmiz. Oldin uzum, xurmo, qovun, shunga o'xshagan narsalardan juda cheklanib qoldik. 4-2, 5-3, undan oshga yo'q. 5-3 dan ortiq chiqmadi. Shunaqa asoratlardan qutular ekan odam. Qildirish kerak ekan bu narsani, ertaroq qildirish kerak ekan iloji boricha. Bir haftadan keyin ham yo'q joy-joyiga tushib ketar ekan. Hech qanaqa og'riqlar yo'q. Endi o'zgarish juda ham yaxshi, yengilman, sahr yo'q, meva-chevalar mana xudo xolasa yeyishni boshladim. Hamma yo'q zo'r o'shim. 7-8 yil sahr bilan kasal bo'lib olib yurdim. Mana shu yerda operatsiya qildirib, Xudoga shukr davo topdim. 15 yil sahr bilan og'rigandim. 5-iyul kuni operatsiya bo'lib, hozir mana shu 1 oydagi keldim. Mashinani yaxshi haydayapman, oyoqlarimda og'riq yo'q. Qancha tez operatsiya qildirsa, shuncha yaxshi ekan. Hattoki 26 gacha chiqib ketdi. Juda baland ko'rsatdi. Mana bugungi kunda, bugun tekshirtirgandim, men 1 oydan keyin tekshirtiryapman. 5-6 chiqyapti. Natijalar juda a'lo. Mana sahr pasaydi. Mana 4-8 chiqdi hozir. Mashalloh, juda zo'r. Xudoga shukr, mana mart oyida operatsiya bo'ldim. Endi Xudoga shukr, mana sahr yo'q endi. Kattadan katta minnatdorman. Menga qaytadan hayot tabrik qilishdi menga bular. Kelgan paytimda sahrim 19 baland edi. Mana hozir Xudoga shukr 602 bo'ldi. Dorilar ichmayapsiz sahr? Dorilar ichgam yo'q. Bu yerda o'lchaganimizda operatsiya qilmasdan 12-6 edi. Operatsiyadan keyin bo'lgandan keyin 3 kundan keyin o'zi oyoqqa turib yurdim, 1 sutkada yurdim, 2 kun bitta yotdim. 3-chi kuni uyga javob berib ketatirganimda 4-6 edi anasi, qon tahlillarida. Yurganimda 11,5 sahrni diabet bilan operatsiyadan keyin bugun qon nimalarni topshirdik, Xudoga shukr 4-8. Oldin tabletka ichdik, keyin insulinga o'tdik. Oyoq qo'llar og'rib, ko'zlar xiralashib, charchab qoldik. Ancha yeslarimizni tashlab charchab qolgandik. Bu yerdan kelib Xudoga shukr mana sizlardan shu operatsiya jarayonidan o'tgandan keyin hozir og'riqlar yo'qoldi. Hozir qo'lda, oyoqda hech qanaqa og'riq yo'q, juda yengilman. Agar siz ham semizlikning og'ir turlari, qandli diabetda qand miqdori 14-15 bo'lib ketyapti degan vahimada, qo'rquvda va xavotirda yashayotgan bo'lsangiz, unda Sihat klinikasiga qo'ng'iroq qiling va ro'yxatdan o'tib mutaxassislarning konsultatsiyalaridan foydalaning. Tanlovni to'g'ri amalga oshirish o'z qo'lingizda. Boshqa ba'zi manzillar taklif etayotgan arzon amaliyotlarga uchmang, chunki bu sizning bir umrlik sog'lom yashashingiz bilan bog'liq.